Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Raqamli drama teatriga xush kelibsizlar. Aziz mehmonlar, sizlarni ko'rib turganimizdan to'g'risi juda va yana juda ham xursandmiz. Azizlar, bugun spektaklimizni boshlashdan avval mana shu teatrimizni ustoz san'atkorlarini davramizga taklif qilsakda, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va san'at va madaniyat va san'at ko'krak nishon sohibi ustoz san'atkor Ma'ludaxon Boymatova hamda O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at ko'krak nishon sohibi Oyishaxonim Mahmudova hamda ustoz san'atkorimiz Tohirjon Matvaboyevni davramizga qo'ltiroq qarsagilar bilan taklif qilsak. Assalomu alaykum azizlar. Men bu yerda hozir juda ham katta yoshdagi go'zal ayollarni ko'rib turibman. Mana shu bizni san'at dargohimizga, teatrimizga xush kelibsizlar. Qadaminglarga qasamat. Men mana shunday mo'jizalarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Teatrimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hurmatli aziz tomoshabinlar. Meni boshim osmonga yetdi. Qanday mazza! Zalimiz to'lib o'tiribdi. Xursandman, juda ham xursandman. Demak, san'at shinanda odamlarimiz hali tugamagan. Boringlarga shukr. Avvalo sizlarni mana kechagina o'tib ketgan Hayit bayrami bilan, bahor ayyomi, Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim tani joninglar sog' bo'lsin. Tutgan ro'zalarimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Yanagi yil shu kunlarga, ro'za Ramazonlarga Allohim qatordan qilmay, qoldirmay hammamizni Alloh o'zi yetkazsin. Allohning panohida saqlasin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Juda ham xursandman. Boshqa vaqtda ham ilohim mana shu sahnalarimizni to'ldirib o'tirishlik nasib ro'za aylasin. Xush kelibsizlar yana bir bor. Avvalambor assalomu alaykum qadrli. Mana shunday ajoyib respublikamizning eng otaxon teatrlaridan biri bo'lmish 106 yillik tarixga ega bo'lgan Andijon viloyati musiqali drama teatrini mana shu tantanalar saroyiga deymizmi, koshonasiga deymizmi, jonli ijroda sog'inib, intiqlik bilan orziqib tashrif buyurgan barcha teatr ixlosmandlarini, muxlislarimizni, tomoshabinlarimizni shunday teatrimizni koshonasida diydor ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Barchangizni teatrimizga xush kelibsizlar deymiz azizlar. Qadaminglarga hasanot bo'larkan mana. Yuqorida ustozlarimiz aytib o'tgandek, haqiqatdan barchalar avvalo qo'shalog'ini ham qo'shalog'i bo'lib ketgan bayramlar bilan. Chunki mana Ramazon hayitlarini ketidan Navro'zi umum xalq bayramlari kirib keldi. Mana kuni kecha biz san'at olamini vakillari, mahalla tizimi xodimlarini bayramini ham o'tkazib, bugunda mana katta maydonimizga mehnat qilgani qaytdik va o'zi hamma mehnat ta'tili bilan ovora bo'layotgan paytda biz Andijon aholisiga, san'at shinavandalariga va Andijon shahriga mehmon bo'lib tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga mana shu san'atimizni targ'ib qilganim siz azizlarga kamarbasta bo'lib qayishdan bel bog'laganmiz. Faqatgina shu har yili an'anaga binoan Madaniyat vazirligining tashabbusi bilan 27-mart xalqaro teatr kuni, bizning kunimiz bo'ladi 27-mart. Shuning uchun to Navro'zdan 27-martga qadar bir hafta davomida har yili o'tkazamiz shuni. Bepul teatr tomoshalar haftaligi bo'lib o'tadi. Faqatgina shu bepul tomoshalarda emas, sizlar bilan ozginagina shu arzimaga 20 ming, 25 ming bizda qolgan kunlari ham ali chiptalarimizning narxi. Mana shunaqa qilib to'ldirib spektakllarimizni tomosha qilgani kelsanglar biz haqiqatdan xursand bo'lamiz. Shuning uchun yana bir bor hammanglar xush kelibsizlar deymiz azizlar. Spektakllarimiz hamisha sizlar uchun, Andijon aholisi uchun, teatr tomoshalari, jonli ijrodagi tomoshalarni sog'ingan muxlislar uchun doim biz ijrodamiz, xizmatdamiz. Shuning uchun hammanglar 27-martgacha biz doim teatrimizda kutamiz. Yana bir bor barchalarga xush kelibsizlar deymiz. Xo'p, ustozni ko'rganimizdan xursandmiz. Sizlarning shu teatr koshonamizni ko'rib turganimizdan juda ham
xursandmiz, mamnunmiz. Ustozlarimiz juda go'zal, chiroyli tilaklar bildirishdi, chiroyli tabriklar aytishdi. Biz endi bundan o'tkazib bir narsa deya olmaymiz. Bugun o'sha mana Bekzodbek Kamoldinovich aytgandek, shu tanishtiruv cheki bizni zimmamizga tushgan ekan. Endi biz o'zimizni nima qilishimiz bilan o'zimiz maqtanib bir narsa deya olmaymiz, lekin bir juftgina chiroyli qo'shiq bilan sizlarning ko'nglinglarga bir chiroyli bir yo'l topamiz degan umiddamiz. Maylimi? İlhom kelib ketdi tomoshabinlarni ko'rib. Ikki qator yorar aytaman. O'zbegimning har bir xonadonida to'y bo'lsin. Kelinlar tushiringlar. Hay hay bilan jor yore kelin keldi. Kelin bilan qo'shilib davlat keldi. Yor yor davlat keldi. Debsizlar. Rahmat. Ustozlarimizni guldiroz qarsalar bilan kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Boringlarga shukr. Boshimni avkilab, ne